Xo'p, buni ichida nima bo'lishi kerak? Bitta tekst bo'lishi kerak, home degan tekst. Buning uchun text view degan komponentdan foydalanamiz. wrap content qilib qo'yamiz. Textiga home deb qo'yamiz. Text style ga bold qilib qo'yamiz. Font family ga birorta fontni chaqirib qo'ysak bo'ladi. Text size ga 30 sp deb qo'ysak vaqtincha. E'tibor beringlar, bu chekinib turibdi. Ya'ni ichkariroqda turibdi. Umuman olganda bu narsa backenddan kelishini hisobga olib turib, biz buni mana bu vizini match parent qilib qo'yaveraylik. Va layout margin horizontal berib qo'yaylik. Horizontal bo'yicha margin bo'lib tursin. 20 dp ichkariroqda turadi. Mana bu antenna qismiga e'tibor bermaysizlar, bu o'zi avtomatik bo'ladi telefonda. Shuning uchun uni yasab o'tirmaymiz. Va layout margin top ham berib qo'yaylik. Mana bo'ldi, home tayyor bo'ldi. Endi buni pastidan bitta kart view yasashimiz kerak. Ya'ni mana shu kartchani yasashimiz kerak. O'ti ham o'zi kart deyiladi bu, to'g'rimi? Istalgan webda bo'lsin, Androidda, iOSda bo'lsin, kart hisoblanadi bu. Mana shu narsani yasash uchun bizda kart view bor. To'g'rig'i tasavvur qilaylik. Shuni oddiygina yasamoqchimiz. Qanaqa qilamiz buni? Ya'ni atroflarni radiochalik qilib, shadowsiz yasamoqchi bo'lsak, qaysi komponentdan foydalanish kerak mana shu joyda? Yo'q, mana struktura qanaqa bo'ladi? Mana e'tibor bering. Ost qismida demak rasm turishi kerak. Uni ustida uchta tekst va bitta image view turishi kerak-da, to'g'rimi? Ya'ni ustma-ust turishi kerak bu narsalar. Frame layout qilib yuborish kerak bo'ladi. Mayli, birinchi o'sha qismidan boshlaylik. Frame layout qilamiz, kengligini match parent qilib qo'yamiz, balandligini wrap qilib yuborsak ham bo'ladi yoki to'g'ri qiymat berib yuborsak ham bo'ladi. 200 dp deb qo'ysak, menimcha kichikroq bo'lishi mumkin. Hali ko'ramiz hozir yana. Xo'p, e'tibor bering, bu yoqqa tiqilib qoldi. Sababi orientation bermaganmiz, shuni hisobiga bu horizontal joylashtirib ketyapti. Mana endi orientationni vertikal qilib qo'ysak, bu pastga tushdi, mana shuncha joyni egallab turibdi. Mana bunday qilib ko'radigan bo'lsak, e'tibor bering, marjinlar ko'rinib turadi. Marjin, mana e'tibor beringlar, mana bu joyda horizontal bo'yicha ham, vertikal bo'yicha ham bo'lishi kerak. Layout margin horizontal bunga ham 20 dp berib qo'yamiz. Layout margin top 20 ta berib qo'yamiz. Pastga tushadi. Xo'p, endi buni ichiga birinchi ostki qismida nima tursa o'shani yozib ketishimiz kerak, to'g'rimi? Keyingi yozadigan kodlarimiz ustiga chiqib qoladi. Shuning uchun eng ostki qismida nima turibdi? Rasm turibdi. Image view. Buni o'lchamlarini endi match parent qilib qo'yaversak ham bo'ladi. Sababi mana eniga ekranni polini egallab oladi, balandligi 200 dp bo'lib qoladi. Ya'ni mana shu image view qancha joyga sig'ishi mumkin, o'shancha joyni hammasini olib olish degan match parent degan. O'sh source attributiga istalgan rasm qo'yib qo'yaylik. Mana shu yerdan kesib olsam ham bo'lar ekan. Ketib qol. Bu yerdan copy qilamiz. Yo'q, tashlaymiz. Buning nomini image card 1 deb qo'yaylik. Bu yerdan buni o'chirib yuborsak ham bo'ladi. Xo'sh. Source ga endi image card 1 ni chaqirib qo'yamiz. Mana bu yerda hozir rasm mos kelib qoldi, chunki card view'imizga o'lchamga deyarli bir xil o'lchamda bo'lib qoldi rasm.
Shuning uchun to'g'ri kelib qolgan bu. Misol uchun faraz qilaylik, mana bu 300 dp bo'lsa, nima hodisa ro'y beradi? Mana bunaqa hodisa ro'y beradi. Ko'rdingizlarmi? Endi backenddan qanaqa rasm kelishini bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Shuning uchun har qanaqa holatga biz tayyor turishimiz kerak. Va image view'ga scale type degan atributdan foydalanib qo'yishimiz kerak bo'ladi, center crop qilib. Ya'ni markaz bo'yicha kesib to'g'rilab qo'yadigan ma'noda. Endi istalgan rasm kelsa ham mana bu gorizontal yoki vertikaliga bo'sh joy qolmaydi. 200 ga qaytarib qo'yamiz. Mana shunaqa holatda keladi endi. Xunuk ko'rinib qolishi mumkin. Shu uchun scale typedan foydalanib qo'yamiz. Xo'p, endi buni biroz xiralashtirib qo'yish mumkin. Alfa degan atributi bor. Misol uchun 0.8 qilib qo'ysak, mana orqa fonda turganligi uchun biroz xiraroq ko'rinishga kelsin deb 0.8 qilib qo'ydim. Bu alfa nima degani? Shaffoflikka yaqinlashtirib qo'yadi degani. Misol uchun mana 0 qilib qo'ysam, umuman ko'rinmaslik holati 1 bo'lsa, asl holati bo'ladi. Tushundingizlarmi? Bu alfa degan atribut istalgan komponentga bor. Misol uchun text view'ga ham o'zi alfani 0 qilib qo'ysam, bu umuman ko'rinmas holatga o'tib qoladi. Bir ko'rinish holati. 0 bilan 1 orasidagi qiymatni berasizlar. Misol uchun sal xiraroq ko'rinsin demoqchi bo'lsak, alfani 0.5 qilib qo'ysak, mana 50% ga xiralashib qoladi. Mana shu atributni ham ko'rsatib ketaylik. Bu yerda o'zi buni 0.5 qilib qo'yamiz. Yoki 0.7 qilsak ham bo'lar ekan. Mana shu holatda tursin. Image view bo'ldi. Endi 3 ta text view kerak bizga. Text view, wrap content qilib qo'yaman. Birinchidan tekstda Bread Shirvani bo'lish kerak ekan. Bular o'zi hozir mana bu yerda kiritayotganimiz statik bo'lyapti qiymatlar. Aslida bu internetdan, backenddan keladi va dinamik bo'lishi kerak bo'ladi. Har bitta mana bu yerda berilgan kartlarga har bittasi uchun alohida ism, rasm, mana bu yerda sanasi, hammasi alohida keladi. O'shalarni dinamik ko'rinishda beraverish kerak bo'ladi o'zi. Biz hozircha statik berib ketaveramiz. Text size ni necha bersak bo'ladi? 18 sp berib qo'yaveramiz. Font family bersak, regular berib qo'yaveramiz fontni. Xo'sh, text style ni bold qilib qo'yamiz. Ana endi text color'i white bo'lishi kerak ekan. Va e'tibor beringlar, margini bor. Bunga to'g'ridan to'g'ri margin bersak ham bo'ladi yoki e'tibor bersalaringiz, hamma komponentlar ichkariroqda turibdi. Shuning uchun birdaniga katta konteynerga padding beraversak bo'laveradi. Padding misol uchun 12 dp deb qo'ysak, image view ham qisilib qolar ekan. Shuni hisobiga bu ishni qila olmaykanmiz. Rasm qisilib qolmasligi kerak. Shuning uchun alohida layout margin 12 dp deb berishga majbur bo'laman. Xo'p, bu tayyor bo'ldi. Shuni o'zini 2 marta copy paste qilib tashlaymiz. Buni endi frame layoutda qanaqa xususiyat bor edi? Men bu text view ni o'ng tomonga olib kelishim kerak. Qaysi atributdan foydalanaman? Kim aytadi? To'g'ri. Yo'q, gravity text ichidagini. Bu o'zini ko'chirishimiz kerak. Mana bu frame layoutga nisbatan. Layout gravity dan foydalanamiz. Xo'p, topda turaversin va end ga borib olsin, ha. Mana. Bo'ldi, bunisi tayyor bo'ldi. Men bunisini ham endi bermasak ham shu yerda turadi-yu, berib qo'ygan yaxshi. Layout gravity deymiz, top va startda tursin deymiz. Va mana bunisiga layout gravitysiga
bottom pastga tushsin va startga tursin deymiz. Mana o'sha tekstni joylashuvini joylashtirib qo'ydik. Endi tekstlariga ishlov berib chiqsak bo'ldi. Ikkinchisi demak 06 september deb qo'yish kerak. Sentabr. Shrift turi bir xil ekan, o'lchami, text size. Bunisiga endi revolutionary deb yozish kerak ekan. Ikkinchi qatorga tushib ketish kerak qolgan tekstlar, shu uchun /n ni qo'yib qo'yamiz. Buni dasturlashda ko'rgan bo'lishlaringiz kerak. Prototyping texnik. Assalomu alaykum. Text size ni ham kattalashtirib qo'yish kerak ekan. 28 bo'ladi. Buni keyin font familiesini ham o'zgartirib qo'yamiz. Mediumda qanaqa bo'ladi? Medium ham bo'ladi yoki bold qilsakchi? Bold qilsak ham bo'ladi. O'zi font familiesi boshqacharoq ekan bu. Bizda bor endi hozircha mana shu 3 ta font bor ekanda. Shundan foydalanib qo'yaveramiz. Mana tayyor bo'ldi, lekin kartlik holati yo'q bu yerda hozir bizga. Buni kart holatiga o'tkazishimiz uchun nima ish qilamiz? Kart view'dan foydalanamiz. Mana shu to'liq yozgan frame layoutimizni bitta kart view'ga o'rab olishimiz kerak bo'ladi. Card view deyman. Ayni wrap content qilib qo'ysam bo'ladi. Card view'ga o'rab olmadik olib, tashqarida bitta card view yaratib oldim. Mana shu frame layoutni endi olaman Ctrl X qilib, bu yerda joylashtirib qo'yaman. Joylashib qoldi. Endi mana bu marjinlarni olib, card view'ga ko'chirib qo'ysak, hammasi yaxshi bo'ladi. Deyarli o'zgarish bo'lmadi. Sababi o'li corner radius degan atributni bermamiz. Xo'p, endi kart corner radius degan atributi bor. Mana shuni berib qo'yamiz. 20 dp beramiz taxminan. Mana shu holatga keladi. Mana. Endi bitta kamchilik bor. Mana bu narsacha. Save degan narsada bu to'g'ri, saqlanmalar degan narsa. Buni yasab qo'yishimiz kerak. Bitta image uchun joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Layout gravity'sini bottom bo'lsin va end bo'lsin. End bo'lsin. Layout margini 20 dp bo'lsin. Mana bunga bitta source degan atributiga mana shu savedni topib olishimiz kerak endi. Menda svg repo degan sayt bor edi. Shu yerdan ikonkalarni yuklab olsak bo'ladi. Bu yerdan save deb qidirib ko'ramiz. Mana shunaqa ikonkacha chiqib keladi. Bizga ich to'lasi kerak ekan. Mana shu chiroyliroq ekan, shuni yuklab olaveramiz. Download svg qilib olamiz. Kiring. Yuklab olindi. Xo'sh,
Bitta qidirib ko'raylikchi, mana bunaqa to'g'ridan to'g'ri aylanachanligi bor ekanmi? O'zi bori shular ekan. Demak, bu aylanachani ham yasashimizga to'g'ri keladi endi. Mana bu sevidni atrofidagi dumaloqcha yasalishi kerak bo'ladi. Buni yasash uchun endi CardView'dan foydalanib ko'ramiz endi. O'z SVG faylchani qayerga tushdi? Shu yerdan Android Studioga tashlab olamiz. Buning uchun Draw'ga kelib turib, o'yin tugma new vector asset qilib turib, local fayldan tanlab olishimiz kerak. Xo'sh, downloadsning ichida edi. Mana. O'lchami juda ham katta. Buni 40 qilib qo'ysak bo'laveradi. Nomini ham o'zgartiramiz. IC save deb qo'ysak bo'ladi. Rangini o'zgartirib olsak ham shu yerdan bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar, saqlab olgan paytda bizga XML qilib beradi buni. SVG ni shunisi yaxshi. Oq bo'lishi kerak ekan. Mana bo'ldi. Endi mana bu joyga chaqirib qo'ysak yetarli bo'ladi. Save chiqib qoldi, lekin atrofida dumaloqchasi yo'q buni. Buni yasash uchun demak biza material CardView'dan foydalanishimiz kerak. Shu joyda ham CardView'dan foydalanib ketsak bo'lardi-yu, lekin materialning imkoniyati ko'proqligi bunda qara ketdi. Bunda demak mana hozir ikkalasining farqini ko'rib chiqaylik. E'tibor beringlar. Stroke borda mana bu. CardView'da stroke yo'q. Material CardView'da esa bor. Stroke'ga mana color berish mumkin, viz berish mumkin. Tushundingizmi? Ya'ni atrofiga devorcha border berish mumkin. Shuning uchun mana bu yerda biz endi material CardView'dan foydalanib qo'yamiz. ImageView'ni bitta material CardView'ga o'rab olamiz. Mana bu joyga demak material CardView deb chaqirib olamiz. E'tibor beringlar, hozir material CardView'ni men yuklab olmayapman hech qayerdan. Kutubxona qilib qo'shmayapman. Qo'shish kerak bo'lsa o'zi mana bu yerda qo'shishim kerak edi. Mana e'tibor bering. Android X mana library qo'shilgan, shuni ichidan keladi bizga CardView. Material CardView esa mana buni ichidan keladi, mana materialning ichidan. Tushundingizmi? Allaqachon qo'shib qo'yilgan. Oldinlari alohida qo'shilardi mana bu narsalar. Bu yerda default holatda bo'lmasdi. Hozir shart emas, shunchaki foydalanaveramiz biz. Mana material CardView'ni chaqirib qo'ydim. Mana ildiziga qaraydigan bo'lsak ham Com Google Android materialning ichidan keladi. Bu CardView bo'lsa Android X CardView'ning ichidan keladi. Mana hozir material CardView yaratib oldim. Buni ichiga endi ImageView'ni ko'chirib o'tkazib qo'yaman. Xo'sh, endi buni layout gravity'sini ham ko'chiramiz CardView'ga. Marginni ham ko'chirib qo'yamiz. Bo'ladi, ko'chib keldi. Bunda endi mana bu yerda o'z default holatda ranglar, devorchalar berib qo'yibdi. Endi bularni biz moslashtirib chiqamiz. Xo'p. O'lchamini gapirmay 40 dp qilib qo'yaylik. Shunda buni radiusi necha bo'lishi kerak? Corner radius 20 bo'lishi kerak. Dumaloq holatga keladi. Padding berib qo'yamiz endi.
content padding edimi bu? Content padding bersak, UNDP ichkariga itarib qo'yadi. Buni o'lchamini 40 qilaylik. Yaxshi, padding bermaymiz. Buni 300 qilib qo'yamiz. Gravity layout gravitysiga center qilib qo'yamiz. Markazga keladi. To'g'ri bo'ldi. Endi stroke degan atributni chaqirsak, bizga ikkita atribut chiqadi mana. Stroke width, stroke color. Bittasi rangi, bittasi qalinligi devorchasini. Qalinligiga misol uchun 2 dp beraylik va stroke colorga qanaqa rang bu? White berish kerak ekan, white. Oq rang mana. Buni backgroundini transparent bo'lish kerak bu. Bitta transparent colorni qidirib ko'raylik. Mana o'zi tayyor boru, mana shu narsani taklif qilmaydi, lekin Android Studio shu uchun buni topib olishga to'g'ri keladi. Mana transparent qilib qo'ydik. Diqqat qilamiz, transparent qilgan payt orqasida shaffof bo'lib qoladi, orqasi ko'rinib turadigan bo'ladi mana. Ko'k rang bo'lsa, ko'k rang, boshqa xil rasm kelib qolsa, o'sha rasmning rangi chiqib turadi mana bu yerga. Bo'ldi, mana bu yerga bitta content description to'g'rilab qo'yaylik. App name beraveramiz. Hozir ovora bo'lmasligi uchun. Mana bu joyga ham content descriptionga app name berib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana kartchamiz tayyor bo'ldi. Kimda savol bor? Hozir ko'pchilik quloq solib o'tirmayapti, lekin kerakli atributlarni qayerda foydalanishdan aytib o'taman. Videoni ko'rib o'rganib olasizlar uyga yana. Mana shu frame layoutni endi ko'paytirib tashlasam bo'ladi. Frame layout emas, kardiogora borlik biz buni kardion demoqchi edik. Bitta Ctrl Alt L ni bossak, formatlab beradi chiroyli qilib kodlarni. Yana bitta narsa qolib ketdi. Default holatda mana soyachalik bo'lib turibdi. E'tibor beringlar, kartning atrofi soyacha. Mana shu soyachani ham card elevation degan atribut orqali o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun 10 dp deb qo'ysam, mana soya kengaydi. Bo'ldim, sizlarga ko'rinadimi yo'qmi? Kengayib qoldi mana. Mana bu narsa uchun ham berib qo'ysak bo'ladi. Card elevation 10 dp qo'ysak, mana soyachalik go'yo ko'tarilib turganday tuyuladi. Elevation color, ana ripple colorni ham o'zgartirsa bo'ladi. E'tibor beringlar, mana bu yerda bosilgan paytda qanaqadir effektcha hosil bo'ladi. Hozir ko'rasizlar, ishlatib ko'rgan payt o'shani rangini berish mumkin. Misol uchun bosilgan paytda menga qizil rang bo'lib qolsin shu. Mana bosgan paytim o'sha narsa ripple deyiladi. Bo'ldi, endi dasturchani ishga tushirib ko'ramiz hozir.
Birinchi buni ko'paytirib qo'yaylik. Ikkita bo'ldi. Xo'sh, endi qiymatlarni o'zgartirib chiqamiz. Charlie Daniel bo'lishi kerak ekan bu. When motion creates. Emotion. Bo'ldi mana. Pastiga nimadir paydo bo'lib qoldim. Mana bu narsacha paydo bo'lib qoldim, qarang. Bu Android Studio bilan bog'liq narsa. O'zi dasturni ishga tushirgan payt yo'q bo'ladi o'zi. Nimadirlar bo'lib chizib qo'yapti uni. Xo'sh, endi ishlatib ko'ramiz dasturni. Bu main activity'da o'zgartirishlar qildik-ku. Eski dizayn bo'yicha tugmachalarni topa olmay qoldi. Endi ishlatib yuborsak xatolik bo'lmaydi menimcha. Dastur successful dedi, ishga tushdi. Launching on device deb yozdimi? Demak, dasturda xatolik yo'q, o'sha telefonga o'rnatilmoqda. Dasturchi ishga tushdi. Hozir bosilishda hech qanaqa hodisa yozilmagani uchun ishlamayapti. Unga bitta bosiladigan xususiyat yozib ko'ramiz hozir. Xo'p. Aha. Mana bu kartlarimizga bittadan ID berib qo'yamiz. Kart 1. Kart 2. Mana bunisiga ham ID beramiz.
kart 1. Hop, nima deymiz buni? Save it kart 1 deb qo'yamiz. Bunisiga ham save it kart 2 deb qo'yamiz. Mana ikkita kartga ham ID'lar, ularning save'lariga ham ID'lar berib qo'ydim. Endi main activity ga o'tib turib, bularni tanishtirib qo'yamiz. Mana bu o'tgan darslarda ko'rsatgandik. Qanaqa bo'lishini, shuni ochaylik. Hop. Kart 1. Bu yerda button emas, endi bu kart view bo'lishi kerak. Buni ham kart 1 deb qo'yamiz. Mana bu qismini olib tashlaymiz. Kart 2. Save it kart 1. Save it. Kart 2 deb qo'yamiz. Bunisini ham 2 deymiz ID'sini. Bunisini save it card 1. Save it card 2. Mana bu ikkalasi esa material card view bo'lganligi uchun mana buni tanlab qo'yamiz. Bu yerga ham. Mana bu ID'larni topolmayapti hozir. Bitta nima qilamiz? Build'dan kelib turib, clean project qilaversak, kalasi joyiga keladi. Endi har bittasiga yozib chiqamiz. card.set on click listener degan funksiyasini chaqirib olamiz. Bosilish xususiyati bu. Bunga toscha chaqirib qo'yaylik bitta. Kart 1 bosildi deymiz. Bo'ldi. Xuddi shu narsalarni 4 ta qilamiz endi. Kart 2 birlashtirib yozib qo'yaylik. Save it card 1. Save it 1 deymiz. Save it 2 deymiz. Save it card 2. Mana 4 ta tugmani e'lon qilib, ularning bosilish xususiyatlarini berib chiqdik. Endi tashlataveramiz. Mana bosilgan payt ripple colorni ko'ryapsizlarmi? Rangi o'zgargan. Mana bu yerda kartviewni o'zini bosgan paytimda ripple yo'q bu narsa. Kartviewda oltda ko'raylik, mabodo qo'shgan bo'lishi ham mumkin. Yo'q, mana e'tibor beringlar, ripple degan narsa yo'q. Kartviewda materialni yana bitta ustunlik jihati shu. Unda bosilgan paytda mana bu yerda e'tibor beringlar, mana oddiy kart 2 ni bosib ko'rdim. Hech qanaqa hodisa userga bilinmayapti-da. Prosta ish bajaradi, lekin bosilgan paytda qanaqadir motion bermaydi. Mana bu kart 2 ni save'dan bosib ko'rsam, mana e'tibor beringlar, qizilcha bo'lib turibdi. Ko'rdingizlarmi? Bilinib turibdi. Mana shu narsa material kart view'da bo'ladi. Shuning uchun mana bu kart view'ni ham materialga almashtirib ko'raylik bitta. Mana.
Hech narsa o'zgarmadi. Faqat materialga xos bo'lgan xususiyatlari ham bo'ladi buni. Tekshirib ko'ramiz endi. Xatolik beradi o'zi mana bu joyda. Nima xatolik beradi? Kim aytsa 1 plus bu o'zi. Shu yerda kardikka ishlatsam xatolik beradi o'zi. Sababi men buni material kardiyoga aylantirib yubordim men. Bu yerda esa bu kardiyo sifatida ko'rsatilgan. Men buni materialga o'zgartirishim kerak. Shu kerak etdi u. Mana e'tibor bering, endi kart 2 ni bosgan paytimda bosilgan payt bilinyapti. Men bu yerda kart 1 ni bossam bilinmaydi yuserga o'sha knopka bosildimi yo'qmi, prosta ishni bajaradi, lekin bosilgan payt qanaqadir effekt yo'q. Effekt berish uchun materialda bor o'sha narsa, materialdan foydalanish kerak. Unga ham ripple colorni o'zgartirib yuborsak bo'ladi mana. Ripple color misol uchun yashil rangda bo'lsin deylik. Mana bosilgan payt yashil holatga o'tadi. Tushundingizmi? Kardiyo bilan material kardiyoni farqi mana shu edi. Bu farqni yozib qo'yinglar. Keyin checkable xususiyati ham bor. Shuni ham eslatib o'taylik. Checkable ni true qilib qo'ysak, da ishlatib ko'raylik. Yo, list payt ishlatib ko'rish kerak ekan buni. Checkable. Hozir bilinmaydi u. Chunki faqat bitta kardiyodan foydalanib turganmiz. Mana bunaqa list ko'rinishda bo'lsa, uni belgilangan holatga o'tkazish mumkin. Xo'p, hozir ko'rsataman. Mana bu material kardiyoni o'zining dokumentatsiyasi. Shu yerdan batafsil yana ko'rib chiqishlaringiz ham mumkin. Bu esa kardiyoning dokumentatsiyasi. Bularni tashlab qo'yaman o'z guruhlaringizga. Mana bunaqa narsa paydo bo'ladi. Checkni true qilib qo'ysak, mana shunaqa narsacha paydo bo'ladi. Xo'sh. Bu material kardiyoni o'zini dokumentatsiyasi mana qayerdan keladi bu? Object bo'lib keladi. Bunisi esa material kardiyo. Mana e'tibor bering. Bu ham kardiyodan voris olib yasalgan ekan, faqat qo'shimcha xususiyatlar qo'shilgan. Mana bu esa materialning o'zini dokumentatsiyasi.